Bizni bir paytlar o'sha qizillar, kommunistlar kelgan paytda undan oldin shunaqa bir tarixiy voqealar bo'lgan ekanki, o'sha xalqni millat eng zabardastlarini, eng zo'rlarini, haqiqiy er yigitlarni, haqiqiy sher yigitlarni tutib, ko'p yosh bolalarni birinchi qatorga olib chiqib qo'yib, bolalarni oldiga olib chiqib qatl qilgan, so'ygan ekanda. Ular shuni ko'rib boshini ko'tara olmasdan qo'rqoq bo'lib yashadi. Biz o'shalarni bolalarimizda qo'rqoq bo'lib qolganmiz. Mutiylik merosimizda o'shalar bizni qo'rqitgan ota bobolarimizni ko'z oldida yosh bola bo'lganmiz, bobolarimiz, otalarimiz o'sha paytda yosh yigit bo'lgan, nari borsa 13-14 yosh bo'lgan va o'shalarni birinchi qatorga shuni olib chiqib, o'shalarning ko'zini oldida akalarini, tog'alarini, amakilarini, otalarini qatl qilgan va qo'poq qilib aytganda molni so'yganday so'ygan. Biz o'shalarni bugungi kunda avlodimiz, biz qo'rqamiz, biz birikolmaymiz.